Ladies and gentlemen, dama kesmada xonimlar va janoblar, sizlarga ekspozitsiv tuyg'uni taqdim etamiz degan niyatda studiya mikrofoni yonidan Nodirbek Ibragimov. Assalomu alaykum, yaxshilar, qutlug' qadam kishilar, shodlik to'la ko'ngillar, opalar, singillar. Uzoq yaqin og'alar, amaki tog'alar, ammajonlar, xolajonlar, ham shundaga bolajonlar, semizlari, arriqlar, yigitlari, sho'x qizlar, menga qarab kulganlar yo xo'mrayib turganlar. Tanishlarga, bilishlarga, qo'shnilarga, oshnalarga, oddiylarga, jiddiylarga, dugonalarga, begonalarga, xullas kalom tinglab turgan bo'lsa kami o'zbekona lutf bilan deymiz. Assalomu alaykum. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, baxt va omad, oilaviy totuvlik. Yuzlaringizdan kulgu, lablaringizdan tabassum hech qachon arimasin deymiz. Mana bugungi sahnamizning qiroli va qirolichasi, Shahzoda malikasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni ukamiz Botirjon hamda kelinimiz Nargiza xonlarning nikoh to'yi. Visol oqshom bo'layotgan ekan, men shu ikkala yosh ishida doim omad, tugamaydigan davlat, doimo yursin to'yda cho'ntakka bo'lsin foyda. Dushmanlari hasaddan olsin, eng yomon kirmani shunday bo'lsin. Mashinani minsin, modasini kiyimni giysin, dodasini shu gapga qo'shgan insonlarni qarabda chiroyli guldiroz qarsaga bo'lsin. Rahmat. Qarsak chalgan insonlarning qo'llari dollar sanasa, qarsak chalmaganlarning boshlarini pitlar talasin. To'y so'zining ishda chiroyli, shirin ma'nosi bor ekan. Birinchisi, to'yga keldingmi, osh-ovqatdan to'y. Ikkinchi ma'nosi, qarindosh urug'ning didoriga to'y. Uchinchi ma'nosi, o'yin kulgiga to'y deydi ekan. Shundayin to'y degani baxting bilib qo'y degani. Qarindoshlar didoriga to'y degani. Karnay bo'lsa, surnay kelsa, yor aytib, bog' to'rida semiz qo'ylar so'y degani. To'y degani yigit o'sti bo'y degani. Kelinchakni ko'tar sebla oy degani. Oshlar tortib xudanda do'p olguncha topganingni dasturxonga qo'y degani deb davramiz qiziqroq o'tishim bitta narsa aytib beraman. O'xshasa qarsak chalasizlar, o'xshamasa chapak chalib qo'yaverasizlar. Endi mana shu Rossiyaga borib kelgan akalarimizdan bormi Rossiyaga? Shunday qilib men ham o'tgan yil Rossiyaga borib keldim. Qishda shu qor kiradim, o'tinlarni yorib keldim. Bahor kelib ish boshlandi, quvonchlarga to'lib ketdim. Beton quydim, ishlar urdim, men ham usta bo'lib ketdim. 15 kunda avans oldim. Qolganini bir oyda berdi. Yoshligimda salipali ruscha o'rganganim foyda berdi. Uyga jo'natgandan qolganini yo'l kiraga g'amlar edim. Andreyning dachasida har hafta osh damlar edim. Osh yeganda o'rislar ham qulluq deyishiyordi. Oshga qo'shib qazi qarta qo'y go'shtini ham yeyishiyordi. Rossiyada og'ir ekan ishlar, yaramadim. Xotinimdan qo'rqib hatto ayollarga qaramadim. O'rislarni aldasam ham aldamayman sizlarni. Qashqadaryochasiga o'ynatib yordim hatto o'ris qizlarni. O'ris ayollar choy o'rnida pivalarda ichib yorar ekan. Sali jinday maqtab qo'ysang, eridan ham kechib yorar ekan. O'zi u yoqda o'zbeklar yaxshi yurishar ekan, har zamonda kafelarda to'y ham qilib turishar ekan. Men to'ylarda she'r aytdim, ular ko'zi yoshlandi. Xuddi bizni to'ylar kabi qistir boshlandi. Cho'ntakka qistirsa ham boshingdan sochmas ekan, hatto yosh bolalar ham pulni olib qochmas ekan. Qo'rqmagani yurak. Qo'rqqan yurak emas, ularni to'ylarida doirachi ham kerak emas. Shunday qilib men ham o'tgan yil Rossiyaga borib keldim, ham o'ynadim, ham qo'nadim, davron surib keldim. O'sha oltin baliq tutgan Evanni ham ko'rib keldim. Davramiz chiroyli o'tyapti degan insonlar bo'lsa, bitta yurakdan qarsakni qarsillatib qo'yasizlar. Rahmat. Mana shu 2 yoshni yetkazgan ota-onasiga kattakon rahmat aytib qolamiz. Umrlari uzoq bo'lsin, mana shu farzandlarining kamolini ko'rib yurish nasibi ro'za aylasin. Allasiga alish